2025-yil yangi qonunga binoan Rossiya hududida O'zbekiston, Tojikiston chet el fuqarolari endi sim karta olishi tartibi o'zgardi. Endi borib bitta o'sha pasportga sim karta ola olmaysiz. Buning uchun bir nechta qoidalarga rioya qilishimiz kerak. 4 bosqichdan iborat. Birinchisi pasport переводimiz bo'lishi kerak, snel solishimiz kerak. Bu pensiya fondidan olasiz yoki moy dokumentdan, gosuslugdan olasiz. Ikkinchi qoida bu o'sha Play Marketdan gosuslugani skachat qilamiz. O'shanga ma'lumotlarimizni kiritamiz va Sberbankka borib gosuslugamizni tasdiqlab berishini so'raymiz. Uchinchi qoida ham Sberbankda bo'ladi. Bu biometriyani tasdiqlab berishini so'raymiz. To'rtinchi qoida bu sotuv mobil aloqa bo'limlariga borib sim karta olishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi telefon, pasport, o'sha telefoningizda tasdiqlangan gosusluga va email kod so'raydi. Eski olganlar ham 2025-yil 1-iyulgacha o'zini shaxsini tasdiqlab olishi kerak. Bo'lmasam o'chirib qo'yadi og'aynilar.